Nazokat Omilxonovna, bepushtlikka sababi ko'p, lekin yashirin kechadigan, odamlar ilg'amaydiganlari ham bormi? Bor. Bu o'sha bajadonni ichidagi kichikgina poliplar bo'lishi mumkin. Ko'pincha o'zida ham ko'rinmaydi. Ayol o'zida qanaqadir belgilarini ham bilmasligi mumkin. Aniqlash qiyin-da. O'sha hayz kunlariga bog'liq. Hayz o'sha 3-5 kunlarda ko'rinadi, 10-14 kunlar o'sha u yog'iga ko'rinmasligi mumkin. Mana bu holatlarda ham bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Buni biz aniqlashimiz uchun eng oltin qoida standartda bu gastroskopiya yo'li bilan kirib, tekshirib, polip bo'lsa olib tashlash natijasida ham qanchadan qancha oilalar farzandli bo'lib ketyapti. Ayol kishi "Men qayerdan bilaman, menda polip bor yo'qligini" degan savol ham berishadi. Misol uchun ba'zi bir holatlarda hayz juda ham ko'p keladi, o'sha poliplar bo'lsa bachadon ichida. Yoki bo'lmasam hayz tugadi, hayzdan keyin yana qanaqadir oralig'ida qon kelishi mumkin. Mana shunaqa holatlarda ham bachadonni ichida polip borligini bilishimiz mumkin. Shunaqa holatlarda обязательно hayzni 5 yoki 3 kunlari transvaginalniy UZI tekshiruvlarini o'tkazish kerak ayollarimiz.